Hurmatli obunachilar, bugun 2026-yil 26-mart kuni kecha Xitoydan katta ob'yomda yashil soy setkalarimiz yetib keldi va mijozlarimizga katta ob'yomda ortib beramiz. Nimaga biz bu yoqqa tushirib qo'yganmiz? Uje hammasi, men ko'rganlardek, sotilib bo'ldi, mijozlarimiz olib ketishyapti. Xabaringiz bo'lsa, biz Xitoyga borib, aynan mana shu ishlab chiqaradigan zavodga borib, rahbarlar bilan gaplashib, mana ko'ringlar, sifatiga baho beringlar. O'zbekiston ob-havo sharoitlariga mos bo'lgan, chidamli bo'lgan, sifatli qilib ishlab chiqargan deb aytganmiz va biza xohlagandek sifatli qilib ishlab chiqarib berishdi va mijozlarimizga ob'yomda ortib beramiz. To'g'risi, ulgurolmayapmiz. Xitoydan kelayotganligi haqida xabar berish, razmerlari, mana bunaqa razmerlar, narxlarini aytish to'g'risi ulgurolmayapmiz. Sizlarga ham mana shunaqangi sifatli soy setkalarimiz kerak bo'lsa, mana qaranglar, uje mijozlarimiz ob'yomda, katta ob'yomda to'ldirib olib ketishyapti. Agar sizlarga mana shunaqangi sifatli soy setkalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilib, zakazga telefon qilib zakaz berib qo'ysanglar, Xitoydan kelganga aynan sizlarga kerakli bo'lgan razmerlarni xuddi mana shunga o'xshab chetga olib qo'yamiz. Kelishi bilan xabar beramiz va sizlar ham mana shunga o'xshab olib ketaversanglar bo'ladi.